Hop, demak, bugun siz bilan metallar haqida gaplashamiz. Metall va metal emaslarning farqlari, metallarning olmish usullari va ularning xususiyatlari. Demak, o'zi tabiatda metallar toza holatda uchrashi juda kam kuzatiladi, sababki ular har doim birikmalar, oksidlar, sulfidlar, nitritlar holati, tuzlar holatida uchraydi. No, endi toza holatda uchraydigan metallarimiz ham bor. Bu oltin, kumush, platina singari passiv metallarimiz bor. Bular toza holatda ham uchrashi mumkin. Ya'ni rudalar holatda emas, balki yombiy holatda ham uchrashi mumkin, tug'ma holatda ham uchrashi mumkin. Demak, rudalar bular o'zida tarkibida metall atomlarini ushlaydigan birikmalar deb qarasak ham bo'ladi. Ko'pchilik holatda ular o'zlarining ichiga oksidlar va sulfidlarni oladi. Karbonatlar, sulfatlar ham shu ruda sirasiga kiradi. Demak, rudalardan metallar olish qanday qilib olish mumkin? Demak, pirometallurgiya deb ataladi. Bu yerda demak yuqori haroratda oksidlanish qaytarilish reaksiyasi yordamida oksidlarni qaytarib, ya'ni uglerod, vodorod yoki is gazlar orqali qaytarib toza metallarni olish mumkin. Pirometallurgiya deyilishiga sabab ularning hammasi yuqori haroratda olib borilgandan keyin pirometallurgiya deb yuritiladi. Demak, asosan bu yerda qaytaruvchi sifatida uglerod, is gazi yoki metandan foydalanish mumkin. Domna pechi. Demak, bu ham qaytarish metodiga asoslangan. Domna pechida asosan biza temirni birikmalaridan uni qaytarib olishimiz mumkin. Demak, ko'rib turganingizdek 30 metr balandlikdagi pech hisoblanadi va bu yerga yuqoridan ruda quyiladi. Ya'ni ruda va koks ohaktosh bilan birga tepadan quyiladi. Quyilish jarayonida demak yo'l-yo'lakay bu yerda yuqori harorat ta'minlangan bo'ladi pechning ichida. Bu yerda demak temir oksidlari is gazi hosil bo'lgan uglerodning yonishidan, koksning yonishidan hosil bo'lgan is gazi yordamida qaytarilish natijasida ketma-ket bosqichma-bosqich demak qaytarilish jarayoni amalga oshadi. Ko'rib turganingizdek, demak yuqori qismida 450 500 gradus, pastga tushgan sari demak temperaturani yuqorilashini kuzatishimiz mumkin. Oxirida demak bu yerdan pastda chugun chiqib ketadi, chunki uglerod o'rtada temirni uglerod bilan birikishi natijasida chugun hosil bo'ladi. Pastdan birinchi qismidan shlak hosil bo'ladi. Shlak bu yerda demak mana shu ohaktosh va rudalarda hosil bo'lgan kremniyni oksidlari hokazolar bilan birikishdan hosil bo'lgan temperaturani yuqorilatuvchi birikma shlak deyiladi. Endi demak bu yerdan demak issiq havo oqimi yo'naltirib beradi yonishni osonlashtirish uchun. Demak, demak metallotermiya bu yerda biz demak metallarni qaytaruvchi sifatida ishlatamiz. Eng mashhur usullardan bittasi bu demak alyuminiy termiya hisoblanadi. Bu yerda alyuminiy yordamida temir oksididan temirni qaytarib olish jarayoni keltirilgan. Bu yerda biz faqat alyuminiy emas, kalsiy, magniy singari metallarni ham ishlatishimiz ham mumkin. Demak, asosan qaytaruvchi sifatida metalldan foydalanadi. Demak, gidrometallurgiya endi eritmalarda bo'ladigan jarayonlar hisoblanadi. Bu yerda yuqori harorat ta'minlanmaydi. Yoki eritmalar demak metallarni, tuzlarini, ularni eruvchi tuzlarini eritmaga o'tkazish orqali elektroliz usuli bilan yoki bo'lmasa o'rin olish reaksiyalari yordamida olishimiz mumkin. Misol uchun misni rudasini sulfat kislotida eritsak, demak mis sulfat va suvni hosil qiladi. Mis sulfat suvda eriydi. Undan yo elektroliz usulida olish mumkin yoki bo'lmasa metall kuchlanishlari qatorida shu misdan oldin turgan metallni ta'sir ettirish orqali toza misni ajratib olish mumkin. Bu yerda hech qanaqangi elektr toki yoki bo'lmasa issiqlik ishtirok etmaydi. Yoki elektrometallurgiya usuli deyiladi. Elektrometallurgiya usulini asosiy maqsadi demak bu metall tuzlarni qotishmalari yoki bo'lmasa ularni suyuq suvli eritmalarni orqali elektr tokini o'tkazishga asoslangan usul hisoblanadi. Bu yerda demak elektr toki asosiy kuch hisoblanadi. Ishqoriy metallar, alyuminiy faqatgina elektroliz usuli bilan olish mumkin. Ya'ni ishqoriy metallarni ko'pincha qotishmalaridan, ya'ni suvli eritmalardan metallni o'zini ajratib olish mumkin emas. Alyuminiyni demak kriolitdan elektroliz qilib olishimiz mumkin. Alyuminiy asosan demak elektroliz usuli bilan olinadigan metal hisoblanadi. Xo'p, demak elektrometallurgiyada demak bu yerda bizda elektroliz uskunasini sxematik tasviri keltirilgan. Demak bu yerda demak pastda anod joylashtirilgan. Demak yuqoridan diafragma orqali xlor chiqib ketadi. Natriy xlor eritmasi bu yoqdan quyiladi. Demak ko'rib turganingizdek ikki tomondan demak katod berilgan, pastda anod. Demak elektroliz jarayoni xuddi mana shu uskunaning ichida sodir bo'ladi.
Demak, metallarni olish usullarining yana bittasi yuqori toza metallarni, masalan, elektroliz usuli bilan olinadigan metallar hisoblanadi. Bu yerda misol titanni olinish usuli keltirilgan. Endi metallar ga xos bo'lgan xususiyatlardan bittasi bu ularni korroziyasi hisoblanadi. Korroziya bu atrof muhit bilan fizik va kimyoviy o'zaro ta'sir natijasida materiallarni o'z-o'zidan o'z-o'zidan o'zini xususiyatini yo'q qilishi, ya'ni ularni kimyoviy birikma hosil qilish jarayoni hisoblanadi. Metallar korroziyasi tufayli hozirgi kunda 20 million tonnaga yaqin metal butun dunyo bo'yicha yaroqsiz holatga keladi har yil. Demak, buni oldini olish yoki bo'lmasa metallarni himoya qilish hozirgi kundagi dolzarb vazifalardan bittasi hisoblanadi. Endi metall korroziyasining tasnifi bu asosan atrof muhitga bog'liq bo'ladi. Demak, atrof muhitdagi o'sha gazli muhitni, havodagi zaharli gazlarni ta'siri juda ham yuqori hisoblanadi. Demak, korroziyaning turlari: atmosfera korroziyasi, dengiz korroziyasi, yer osti korroziyasini kuzatishimiz mumkin. Biokorroziyalar, texnologik muhitni metallarning korroziyasi, kislotalarni, ishqorlar yoki organik muhitni aylanma va chiqindi suvlarning metallarga ta'siri natijasidagi korroziyalar, metallarning o'zaro elektrokimyoviy korroziyalarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Demak, gazli korroziya asosan, demak, agar alyuminium oksidi plyonkasi olib tashlansa, u sirt simob tuzi bilan ishlov berilsa, alyuminium oksid hosil bo'lishini oldini olish mumkin va u holatda, demak, metall korroziyaga uchray boshlaydi. Alyuminiy korroziyaga uchramasligining asosiy sababi uni ustida yupqa, demak, alyuminiy qoplamaning hosil bo'lishi, alyuminiy oksidi qoplamasini hosil bo'lishi hisoblanadi. Temirda bunaqangi qoplama hosil bo'lmaganligi hisoblanadi. Temirdagi oksid qoplamasi hosil bo'ladi, ammo bu oksid qoplama alyuminiyga o'xshab zich bo'lmaydi. Va u juda ham zich deganimizda, demak, ularning orasida havo bo'shliqlari qoladi. Bu havo bo'shliqlari orqali, demak, temirning ichki qismi ham oksidlanishga uchrab ketishi mumkin va o'zining xususiyatlarini yo'qotadi. Demak, metall korroziyasining mexanizmi agressiv muhit ta'siriga qarab turib ham bir necha gaz korroziyasini yoki diffuzion korroziyalarni keltirishimiz ham mumkin. Endi elektrokimyoviy korroziya. Elektrokimyoviy korroziya elektrolit muhitida elektr toki hosil bo'lishi bilan metallarni, demak, o'z xususiyatlarini yo'qotilishi tushuniladi. Elektrokimyoviy korroziya galvanik elementlarning shakllanishi bilan bog'liq. Faol metallar anod bo'lib, u elektronlarni beradi va erimaydigan mahsulotlar, zang hosil qiladi. Bunda misol elektroliz kuchayishi kuzatiladi. Metallar korroziyasining nazariy asoslariga keladigan bo'lsak, demak, bu yerda siz korroziya jarayonini boshlanishini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda masalan temirni qana qilib turib ochiq havoda suv va kislorod ishtirokida korroziyaga uchrashi keltirilgan. Demak, asosiy korroziya agentlari bu suv va kislorod hisoblanadi. Demak, qaysiki muhitda agar kislorod va suv bug'lari mavjud bo'ladigan bo'lsa, metallar korroziyasini kuzatishingiz mumkin. Demak, vodorod ionlari qaytarilishi, bu yerda uni elektrokimyoviy potensiali, demak, 0,1 voltga teng bo'ladi. Vodorod kationlari metall kuchlanishlari qatorida kadmiydan oldin bo'lgan metallarni oksidlashi mumkin. Endi quyidagi misolda, demak, elektrolitlar mavjudligida mis bilan aloqa qilishi temirni korroziyasini kuzatishingiz mumkin. Ya'ni o'zaro bularni bir-birini korroziyasini kuchaytirishi yoki susaytirishini kuzatishingiz mumkin. Endi korroziyadan himoyalash hozirgi kundagi asosiy insoniyatning maqsadlaridan bittasi, chunki juda katta konstruksiyalarni korroziya natijasida tez yaroqsiz holatga kelib qolish kuzatilayotganligi sababli ham, demak, korroziyaga qarshi kurash juda muhim hisoblanadi va kimyoviy chidamli qotishmalardan foydalanish bu, demak, asosiy himoya usullaridan bittasi. Ya'ni korroziyaga bardoshli bo'lgan materiallardan foydalanish darkor. Materiallarni, demak, korroziyaga chidamliligini oshirish kerak. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, metall sirtini chidamli qoplamalar bilan, laklar, bo'yoqlar yoki metallni boshqa bir qoplama bilan qoplash orqali himoya qilish mumkin. Demak, korroziya muhitni qayta ishlash, atrof muhitni, demak, tajovuzkorligini kamaytirish kerak. Ya'ni metallarga bo'lgan ta'sirini kamaytirish mumkin. Ya'ni izolyatsiyalash mumkin. Elektrokimyoviy usullardan ma'lum bir muhitda himoyalangan mahsulotni, demak, nol tarkibga solish. Demak, potensiallarni nolga tenglashtirish mumkin. Shu bilan bugungi mavzuyimiz o'zini yakunini topdi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.